Xo'p, shu do'st 1.6miz tayyor bo'ldi. Akalar, motorga olib qoluvdik, adashmasam, baliqchidan obunachilarimiz kelgan, salkam 500 ming kilometr yurgan, 0 dan 100 gacha motor qilib berdik. Ishlashlari, endi yurish-turishlari shunchalik qilish qo'limizdan keldi. Yangi mashina emas. Ovozlari hamma yo'q, xudo xolisi. Yaxshi. 0 dan 100 gacha polniy motor, vallari alishdi, galovkalariga yangi klapan, saroshka pretilka, bet shlipovka, gilza, porshun qo'lsa, endi qo'ldan kelgancha eplab, mo'ykalarini qilib, mana shu servisimizni chiroyli qilib bitkizdik. Ishimiz tugash arafasida bugunlikka. Endi shuni istoriya qo'yib qo'yaman, ventilator ishladi, ichki detonatsiya bo'ladi, bilasizlar. Mana aka mashinamiz. Yurganini bitta ko'rasizlar. 480 ming. Kuzatishda davom etib, like bosib, olov berib tursanglar bo'ldi.